Nasr surasi Madinada nozil qilingan 3 oyatdan iborat. Nasr madad, g'alaba demak. Surada islom dini ravnaq topib, odamlar guruh bo'lib unga kirayotgani Allohning ulug' ne'matlaridan ekani, buning uchun Allohga shukrona sifatida hamd, tasbih va istig'for aytish zarurligi bayon etiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. إذا جاء نصر الله والفتح. Ey Muhammad, qachonki Allohning nusrati, madadi va g'alaba kelganida, ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. odamlar to'p bo'lib Allohning dini islomga kirayotganlarini ko'rganingizda, فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. darhol Rabbingizga hamd bilan tasbih ayting va undan mag'firat so'rang. Zero u tavbalarni qabul etuvchi zotdir.